Agar tayyor bo'lsangiz, hozir sizga ro'yxatdan o'tish bo'yicha ketma-ketlikni tushuntirib o'taman. Buning uchun birinchi bo'lib Tassimo login botga kirib olishimiz kerak. Botning havolasini esa mana shu videoning ostidan topsanglar bo'ladi. Xo'p. Botga startni beramiz. Bizda tilni tanlash chiqadi, ya'ni kimga kerak bo'lsa o'zbekcha, ya'ni ruscha bor. Biz o'zbekchani tanlaymiz. Bizda oferta shartlari yuboriladi. Mana shu shartlar bilan tanishib chiqsak ham bo'ladi. Xo'sh, ana undan keyin telefon raqamini ulashishimiz kerak. Ushbu kanallarga a'zo bo'lishimiz shart. Xo'p, a'zo bo'lganingizdan keyin a'zo bo'ldim degan tugmani bosamiz. Yana bir marta telefon raqamini yuboramiz. Va bizda ro'yxatdan o'tish va yana endi olimpiada uchun ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bizni to'g'ridan-to'g'ri saytga yuboradi. Xo'p. Men hozir o'zimning jiyanimni ma'lumotlarni kiritib ko'rsatib beraman. Xo'p, otasining ismi ixtiyoriy, buni kiritmasak ham bo'ladi. Tug'ilgan sanasi 2-sentyabr. Xo'p, jinsi ayol. Qo'shimcha telefon raqam ham ixtiyoriy. Xo'p, mamlakat O'zbekiston. Endi O'zbekiston bo'lgani uchun O'zbekistondagi viloyatlar. Biz Toshkent shaharini tanlaymiz. Yunusobod tumanini tanlaymiz. To'liq mazmun ham ixtiyoriy. Eng asosiysi ta'lim muassasasi, ya'ni maktab, kollej yoki texnikum litseylarni belgilashimiz shart. Hop, bu yerda bizda 12-maktab. Agar sizning ta'lim muassasangiz mana shu tanlanadigan joyda agar chiqmasa, agar xususiy bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatda yo'q yoki kollej texnikum degan tugmani bosib o'zingiz kiritsangiz ham bo'ladi. Endi bizda ro'yxatda bor, shuning uchun ro'yxatdan olib qo'yamiz. O'quvchi sinf 6-sinf, imtihon tili o'zbek tili. Xo'p, ana endi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni kiritishimiz kerak. Endi bu maktab o'quvchilarida asosan metrika bo'ladi. Endi 16 yoshdan oshganlar uchun pasport. Bizda metrika. Profilni yaratish tugmasini bosamiz. Mana bizda akkaunt yaratildi, ko'rib chiqilmoqda holati. Xo'p, akkauntni yaratganingizdan keyin holati ko'rib chiqilmoqda bo'ladi. Tassimo menejerlari profilingizni ko'rib chiqib, ya'ni ma'lumotlaringizni tekshirib, keyin tasdiqlashlari kerak bo'ladi. Agar tasdiqlansa, shu zahotiyoq Telegram botga xabarnoma keladi. Ko'rishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Mana ID'lar, ism, familiyalar hammasi chiqib keldi. Sizga shu xabar kelgandan keyin saytni yopamiz va qaytadan mana profilga kirish tugmasini bosamiz. Mana kirgandan keyin menejerlarimiz tasdiqlagan, mana tasdiqlangan holati bo'lib turibdi. Hozir biz Tassimoning platformasi uchun ro'yxatdan o'tdik. Hozir endi biz Tassimoning 2026-yilgi mavsumining birinchi bosqichini ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ha, eslatib o'tamiz, agar siz shu bosqichgacha kelib o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, siz olimpiadada qatnasha olmaysiz. Oxirgacha borishingiz shart. Endi chap tomonda 3 ta chiziqcha bor. Shuni bosamiz. Olimpiadalar degan joyga kiramiz. Olimpiadalarga kirsak, mana Tassimo 2026-yil, mana ro'yxatdan o'tish narxi, hammasi ko'rsatilgan. Endi olimpiadaga ro'yxatdan o'tishni bosishimiz shart va to'lov qilishimiz kerak. To'lashda klik turibdi. Siz bu videoni ko'rganingizda Humo yoki Uzcard tugmalari ham chiqadi. O'zingizga qulayini tanlab olishingiz mumkin. Bizda hozir klik. Ya'ni klikni mana tanladik, kartamizni tanlaymiz. Hop, to'lash tugmasini bosamiz, mana to'ladik. Davom etish tugmasini bosamiz, mana hop. Endi ro'yxatdan o'tganimizni qanday qilib tekshirsak bo'ladi? To'lovni qilib bo'lgach, siz mana shu botga qaytib o'tganingizdan keyin sizga xabarnoma kelgan bo'ladi. Ya'ni qanday? Siz Tassimo 2026 olimpiadasiga muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz degan xabar kelgan bo'ladi.
Agar sizga ham shu xabar kelgan bo'lsa, sizni tabriklayman. Keyingi safar endi Taysimoda ko'rishamiz. Endi bu botda sizga hamma ma'lumotlar berilgan. Ya'ni birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich haqida hamma ma'lumotlar berilgan. Ya'ni qayerda bo'ladi, soat nechida bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Endi sizga saytga oson yo'l bilan kirish yo'lini ko'rsataman. Uning uchun botdagi menu tugmasini bosamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish hisobga kirish tugmasi bor. Uni bosamiz. Bosganimizda profilga kirish tugmasi chiqadi. Profilga kiramiz. Hozir bizda profilga kirgan ko'rsatib hozir bizga profilga kirgan qilib ko'rsatib turibdi. Agar platformaga bir hafta ichida kirmasangiz, mana shu holatga keladi. Hozir ko'rsataman. Mana shu holatga keladi. Va bu bosqichda nima qilamiz? O'zbekistondan bo'lsangiz, O'zbekistondan degan tugmani bosamiz. Va telefon raqami, ya'ni ro'yxatdan o'tgan raqamingizni kiritasiz. Va kodni yuborish tugmasini bosamiz. Kodni yuborganingizda sizga Telegram bot orqali kod kelgan bo'ladi. Mana shu kodning ustiga bossangiz o'zi kodning ustiga bossangiz o'zi xotiralab oladi va ana shu kodni joylab qo'yamiz. Tasdiqlash va tayyor. Biz profildamiz. Xo'p, yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Boyagi olimpiadalar degan joyga kiramiz. U yerga to'lov qilgandan keyin yopiq Telegram kanaliga o'tish tugmasi chiqadi. Bu tugmani bossangiz, boya va'da qilingan, ya'ni maxsus darsliklar shu kanalga yuboriladi. Obuna bo'lib qo'yishingiz shart. Qo'shilish tugmasini bosamiz va biz qo'shildik. Siz ham xuddi shunday qilib qo'shilishingiz shart. Hammaga omad, Taysimoda ko'rishguncha.